Assalomu alaykum. Qizlar, bizga yangiliklarimiz kelgan ozroq. O'shalarni YouTube uchun bermoqchiman. Birinchi narsamiz bu Dr. Jenner Red Blemish kremi. Qizlar juda ham zo'r narxda kelgan. Set ko'rinishida, ya'ni bu setning ichida 30 mg kremi va 70 mg kremi. Keyin ikkita 10 mg dan serumi bor paketchada. Bu paketni ham bemalol o'zlaringiz mana shunaqa ochib ishlasanglar bo'ladi. Buni 70 mg narxi 165 ming so'm, 30 mg narxi 75 ming so'm. Keyin bu serumlarning har birini narxi 20 ming so'mdan qizlar, zo'r narxda kelgan. Nalichda bor, olsanglar bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz, keyin Renziyaning vitamin C boosteridan perenisan kislotalik va natlik boosterlaridan nalishiga kelgan 3 xilidan ham bor qizlar. Buni bilasizlar, buni tarkibida perenisan kislotasi va peptidlari bor. Bu degani ham dog'larga, ham ajinlarga, yuzni yoshartirishga, lifting berishga juda ham yaxshi yordam beradigan kremlardan. Bularning ham har biri 145 ming so'mdan qizlar. Bu Renziyaning natligi yuzni chuqur namlantiradi, yuzni ajinlariga yordam beradi, lifting beradi, yashartirib beradi. Bunisi yuzdagi dog'lar uchun. Yuzdagi dog'lar, xiralik va sepkillarni yoshartirish uchun juda ham yaxshi yordam beruvchi kremlardan. Buni har biri narxi 145 ming so'mdan. Keyin qizlar, bitta kremimiz Dr. Jenner bakachiyollik padarenlik kremi. Buni tarkibida bakachiyoli bor, padereni bor, juda ham zo'r krem. Ya'ni bu ham set shaklida. Yonida o'zini serumi bilan zo'r narxda kelgan 190 ming so'm. Krem va serumini o'zini narxi. Bu nima qiladi? Bakachiyolni bilasizlar, retinol qiladigan vazifalarni bajaradi. Lekin buni yozda ham bemalol ishlasanglar bo'ladi. Bakachiyolni, retinolni bilasizlar, yozda ishlatib bo'lmaydi. Bakachiyolni yozda ham bemalol ishlasanglar bo'ladi. Yuzni yashartiradi, ajinlariga juda ham yaxshi yordam beradi. Ham bu krem poralarni ham zo'r qisqartirib beradi. Ya'ni yuzga juda ham yaxshi lifting beradi. Shuni hisobiga poralar ham zo'r qisqaradi. Buni ham ichida bor 190 ming so'mdan narxi. Keyin buni nimasidan ham keldi? Ko'z kremidan, toneridan bor. Sotuvda essensiyasidan yo'q ekan, o'shaning uchun faqat hozircha kremidan bor. Keyin Dr. Jenner shunaqa nimasidan kelgan qizlar. Peeling set. Buni ichida 60 mg va 120 mg peelinglari bor. Ular ham alohida sotiladi. Nali ichida bor. Buni 120 mg narxi 145 ming so'm, buni narxi 80 ming, shunaqa edi adashmasam. Keyin qizlar, Finona nimalaridan ham kelgan. Soch balzamlaridan ham kelgan. Yana bitta mahsulotimiz Assisni shunaqa gelviy toneridan keldi. Yana zo'r narxda keldi. Grammini qaranglar, 270 mg 155 ming so'mdan keldi. Mazza qilib ishlatasizlar. Gelviy toneri. Paderenlik bo'ladi u ham. Keyin Medipilni vitanol kremidan ham keldi qizlar. Bu nima qiladi? Ham ajinlarga, ham yuzdagi dog'larga yaxshi yordam beradi qizlar. Yuzni yashartiradi, lifting beradi yuzga va yuzdagi dog' sepkillarni ochartiradi va yuzni yorqinlashtiradi qizlar. Bularning hozir hammasini ko'rsatganlarimni nalichida bor. Bemalol Telegramdan zakaz bersanglar bo'ladi. Telegram orqali. Keyin Xorum kollagenini, halol Xorum kollagenini 1 oyligidan ham 2 oyligidan ham kelgan. 1 oyligi narxi 120 ming so'm, 2 oyligi narxi 240 ming so'mdan qizlar. Bular hozir hammasi nalichida bor. Agar kimdadir zakaz bo'lsa, bemalol Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Intiboklar turuvchi kremlarimizdan kelgan. Nalichida bor hammasidan.